Hey yo, hammaga salom. Bu men Iftixor va bugun sizlarni yangi darslikda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun nimani ko'rib chiqadigan bo'lamiz? Noldan darslik qilmaymiz. Vaqtlaringizni 100% ga qisqartirish maqsadida shablondan to'g'ri foydalanishni ko'rib chiqadigan bo'lamiz. Hozirda mana bunaqa videolar juda qisqa muddatda million prosmotrlarga erishmoqda va sizlar ham trenddan qolmasliklaringiz uchun mana shu darslikni tayyorladim. Faqat telefon orqali, ya'ni telefonda CapCut bo'lsa, tayyor shablon bor va uni sxemasini bugun qanday ishlatilishini, shablonni qanday ishlatilishini, sxemasini ko'rib chiqadigan bo'lamiz. Atigi 5 daqiqa va sizda bitta video tayyor bo'ladi. Qani boshladik. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Albatta telefon va CapCut nimasi, shabloni. Va men mana bu shablonni o'zim uchun qilib olganman. Qilib oldim deylik. Ya'ni bu yerda 1 2 3 4 ta rasm bo'ladi va 4 ta rasmni har xil darajalarda tanlab chiqamiz. Misol uchun birinchisiga faqat birinchi rasmdan 4 ta va ikkinchi rasmdan 4 ta. Ikkinchi shablonimizga faqat yana shu ikkinchi nima bosqich deylik. Yana shu ikkita rasmni faqat boshqacharoq qilib chiqamiz va 3-bosqichda 3-rasm qo'shiladi. 4-bosqichda shu 3-rasmni sal qiyinroq va oxirgi 5-bosqichda 4-rasm ham qo'shiladi. Xo'p, qani bo'lmasa boshladik. Misol uchun men farqi yo'q. Misol 4 ta men rasm olib olganman. Mana shu 4 ta rasmni biz hozir ko'rib chiqadigan bo'lamiz. Ya'ni qaysilarida foydalanish. Misol uchun men hozir pen, ten, yes, no mana shu narsani mana shu 4 ta rasmdan foydalanaman. Buning uchun bizga misol CapCut shabloni kerak bo'ladi. Shuning uchun ustiga bosamiz va buni men bir qadam pro kanalimizga joylab qo'yaman. Ustiga bosamiz. Va bizda mana использовать, ya'ni CapCutda ochish. Nima uchun aytishlaringiz mumkin? iPhone'da bu qilib ko'rsatyapti. Ya'ni iPhone'da telefon olib sifatli qilsa ham bo'lardi-ku, yo'q. Bu yerda asosan maqsad sifatda emas, ko'pchilik iPhone'da qila olmaydi. Shu sababdan men hozir ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni iPhone'da ham bemalol montaj qilsa bo'ladi. Использовать shablon qilamiz. Va bizga to'g'ridan-to'g'ri CapCutga o'tkazib yuboradi. Xo'p, bu kerak emas. X bosamiz. Ozroqdan mana aylanyapti va mana bu shablon mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi mana использовать shablonni bosamiz. Va bosganimizdan keyin foto bo'limiga o'tamiz va mana bizni fotolarimiz turibdi va bu yerda 40 ta rasm yuklash kerak. Mana 30 ta 40 ta rasm yuklash kerak. Endi hisoblasalar 1 2 3 4 5. 5 ni 8 ga bo'lsak, 5 kara 8 40 ta bo'ladi va bizda mana shu 4 ta rasmni biz 40 taga joylab chiqishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun birinchisida pen. Men bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta pen va 4 ta nimadan foydalanaman? 1 2 3 4 ta tendan 1 2 3 4 ta ten. Xo'p, ikkinchi shablonga o'tamiz. Ikkita pen, 1 2 1 2 ikkita pen, ikkita ten va yana ikkita pen va yana ikkita ten. Xo'p, 3-shablonga keladigan bo'lsak, bitta pen, ten, bu yerda yes qo'shilyapti va yana bitta pen, ten, yes, ten, pen. Va 4-shablonga keladigan bo'ldik endi. 4-shablonga bizda nima bor? 4-shablonga 3-rasmimiz 3 1 3 1 3 2 va 1 3 2 va 1. Xo'p, endi oxirgi 5-shablonni teradigan bo'lsak, bizda 1 3 va 4-rasm ham qo'shildi bizga. 4 yana 2 4 3 va 4 bilan 2 bo'ldi mana. Oxirgisi, ya'ni 5-shablonni biz qo'shib oldik. Dalshini bosamiz va ozgina kutamiz. Mana ko'rishingiz mumkin endi. Ko'rdingizmi? Qanday standart deb bizda ko'rinyapti. O'sha 3-rasm qo'shildi.
Bu yerda misol xohlagan joyini pauza qilib, mana shuni misol replace zaminat qilib, misol mana shuni bosdingiz. Mana bosganingizda o'sha narsa ko'rinyapti-ku bizda. O'sha joyini misol zaminat qilib biz o'zgartira olamiz. 4-tinchisi ketdi. Bizda hozir tekstni faqat shriftlar sal boshqacha shrift bo'lib qolyapti-yu. Tak 1.5 izmenit turadi bu. Sal shriftini o'zgartirish kerak-ku, mayli, o'sha tak hozircha kerak emas. Ketdi mana. Misol mana shundan 4 ta shablon qilib olib, bemalol ishlatsalaringiz bo'ladi. Xo'p, endi eksportni bosamiz. Сохранить на устройство. Ultra HD. Shart emas, сохранить устройство mana. Mazza qilib foydalansalaringiz bo'ladi. Tak iPhone'da ham eksport bo'lishi yomon emas. To'g'ri, endi burchagida nima bo'ladi? Endi buni xohlasalaringiz boshqa programmada nima qilsalaringiz bo'ladi? Ustidan logotipingizni qo'yib, rasmlaringizni qo'yib, ya'ni kanalingiz nomini qo'yib olsangiz bo'ladi. Yokida nima qilsa bo'ladi? Blur effekt berib, shunchaki boshqa programmada yo'qotib yuborsa ham bo'ladi. Tak shunday tursa ham hech narsa qilmaydi. Chunki bir burchakda u hech narsa, hech qanday ahamiyatga ega emas. Все, bo'ldi. Tamom. Buni keyinchalik bemalol YouTube'ga yoki boshqa joyga, yerga yuklasa bo'ladi. Bizda esa mana shunaqa yangilik, menimcha o'ylaymanki, sizlarga manzur bo'ldi. Albatta bir qadam pro kanalimizga obuna bo'ling, chunki u yerda bir-biridan qiziqarli videolar, darsliklarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.